Assalomu alaykum quruvchilar. Bugun sizlar bilan qurilishda eng ko'p uchraydigan 3 ta terminimiz haqida gaplashamiz. Bulardan birinchisi doimiy tarzda eshitadiganimiz smeta termini bo'lib, smeta o'zi nima? Smeta bu qurilishni hali qurilmasdan oldin loyihalarni to'liq tekshirilgandan so'ng o'sha loyiha asosida qurilishni umumiy qancha summaga bitishi to'g'risida ma'lumot beruvchi texnik hujjat hisoblanadi. Ya'ni siz biron bir imorat qurdirmoqchisiz. Ushbu imoratning ichida qanaqa materiallar, qanaqa qurilish mollaridan foydalanish, ularning ichida qanaqa ish turlari borligi to'g'risida to'liq batafsil ma'lumot beruvchi texnik hujjat bu smeta hisoblanadi. Undan keyingi terminimiz bu pudratchi degan termin hisoblanadi. Pudratchi termini bu aynan o'sha loyihadagi qurilishni amalga oshiruvchi qurilish korxonasi yoki biron bir qurilish kompaniyasi hisoblanadi. Bundan keyingi terminimiz subpudratchi termini hisoblanadi. Subpudratchi yuqorida aytib o'tgan pudratchi tashkilotimizga qurilish jarayonida amaliy jihatdan yordam beruvchi ikkinchi darajali firma yoki qurilish korxonasi bo'lishi mumkin. Ushbu subpudratchi firmani qurilish korxonasi yuqorida aytib o'tgan bosh pudratchi tashkilotimiz qanaqadir o'zining ichki tanlovlari asosida tanlab olish ixtiyoriga ega.